O'zbekistonda har 3 oiladan biri ajrashmoqda. Statistika qo'mitasining 2026-yil 1-choraги bo'yicha ma'lumotlarini ochiqladi. Unga ko'ra, yilning dastlabki 3 oyida respublika bo'yicha 42,3 mingta nikoh qayd etilgan. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 1,5 mingtaga kam degani. Afsuski, ajrashganlar soni ko'paygan. 3 oy ichida 12,7 mingta oila ajrashgan, bu esa o'tgan yilgidan 1,2 mingtaga ko'p. Shaharlarda ajrashish ko'rsatkichi qayd etilgan nikohlarga nisbatan deyarli 38% tashkil etmoqda. Ya'ni shaharda rasmiylashtirilayotgan har 3 tadan bitta nikoh ajrashish bilan tugayapti. Qishloqlarda esa bu ko'rsatkich biroz pastroq, 23% atrofida bo'lmoqda. Nikohlarning kamayishi va ajrashishlarning ko'payishi aynan shu zaylda davom etsa, 2032-2033 yillarga borib, yurtimizda ajrashishlar soni nikohlar sonidan ham o'tib ketishi mumkin. Ya'ni yangi qurilayotgan oilalardan ko'ra buzilayotganlari ko'proq bo'lish xavfi bor. Sizningcha oilalar buzilishiga asosiy sabab nima bo'lmoqda? Fikrlaringizni izohlarda albatta yozib qoldiring. Ishonchli yangiliklarni vaqt-o'z bilan kuzating.